Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon Rossiyaga kelayotgan birodarlarimiz. Men Namangan aeroportidan shu narsani guvoh bo'ldim. Namangan aeroportida mana bunday sim kartalarni tarqatishyapgan ekan. Bu sim kartalar 30 ming, 25 mingdan olas. Albatta ishlaydi. Javob beraman, aeroport xodimlari ham javob beramiz. Bu ishlaydi deyisharkan. Haqiqatan ham antennalar chiqyapti, boshqa qilyapti, lekin mana bu qog'ozga biz e'tibor bermagan ekanmiz. Rossiyaga qachonki shartnoma tuzsangiz, pasportingizni registratsiya qilsangiz keyin ishlaydi deb yozib qo'ygan ekan. Hattoki shularga ham e'tibor bermagan ekanmiz. Bu sim kartalar biz Rossiya aeroportidan tushishimiz bilan umuman ishlamadi. Shuning uchun ham pasportingizni registratsiya qilib, Rossiyadan sim kartani olishlaringizni maslahat berar edim. Pul tushirsak ishlab ketadi dedik, pul ham tushirib ko'rdik, lekin ishlamadi sim kartalar. Qachonki pasportimiz mana registratsiya bo'lganki ishlamayapti. Shuning uchun Rossiyaning o'zidan sim kartani olsangiz juda ham yaxshiroq bo'lar edi. Biz qulay bo'ladi deb Namangan aeroportidan olgan sim kartalarimiz, mana bunday sim kartalar ishlamadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Balki bu sim kartalarni biz ishlatishni yo'lini bilmagandirman yoki qandaydir yo'lini qilsa ishlar, balki registratsiyadan o'tkazsa ishlar, lekin Rossiyadagi do'stlarimiz aniq faktlar bilan urinib ko'rishdi, aeroportdan tushib ishlatib ko'rdik deyishyapti, ishlamadi bu sim kartalar. Shuning uchun bu sim kartalarni olishni maslahat bermayman deyishyapti, Namangan aeroportidan olingan sim kartalarni. Lekin pasportni olib borib turib nimaga hali borishmadi, boshqa sim karta olishga majbur bo'ldik deyishdi. Mana bunday orqasidagi shartnomani o'qisak, o'sha pasportingizni nima deydi, kelishilarkanda shunaqasi yo'q ekan. Balki sim karta ishlamas. Albatta bu sim kartalarni Rossiya sizning nomingizda оформление bo'lmasa, bunday sim kartalarni albatta Rossiya hududida bloklanar ekan. Shunga men qisqacha qildim, kimga qanday bilmadim. Balki ishlasa bo'lar, yo'lini bilgan odam ishlasa yanada a'lo bo'ladi. Agar yo'lini bilgan odam kommentariyaga yozib qo'ysa, bu juda ham yurtdoshlarimizga yaxshi bo'lar edi.